Qilish marosimi haqida. Namangan viloyatining Chust tumani ayniqsa tekstil sohasi jadal rivojlanayotgan hudud hisoblanadi. Yangi O'zbekiston massivida joylashgan Sabzazor kichik sanoat zonasidagi ushbu yangi loyiha nafaqat tuman, qolaversa viloyatning sanoat salohiyatini yanada oshirish yo'lidagi muhim qadamlardan biridir. Uning ochilish marosimi bayramga aylanib ketdi. Tuman faollari, keng jamoatchilik, tadbirkorlar, nuroniylar, faol yoshlar ishtirok etdilar. Ta'kidlanganidek, bu kabi korxonalarning foydalanishga topshirilishi aholi farovonligi, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishda katta o'rin tutadi. Qolaversa, hududda ishsizlikni kamaytirish, yoshlar, xotin-qizlarga yangi imkoniyat eshiklarini ochishi bilan ahamiyatli. Shundan so'ng ramziy lenta qirqilib, mehmonlar ishga tushirilgan korxona faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. 85-yil ko'chib kelganman. Bitta daraxti yo'q edi. Dash selxona edi bu. Hozir prezidentning tufayli shunchalik joy bo'ldi. Tadbirkorlar ko'paydi. Mana kamida 200 ta xo'jalikni hozir boqadi. Mana shu fabrika. Loyiha 3 bosqichli bo'lib, hozirda birinchi bosqichi to'la ishga tushirildi. Ya'ni tikuvchilik korxonasida eksportbop kiyim-kechaklar tayyorlanmoqda. Bu uchun 4 milliard so'm mablag' sarflanib, 120 nafar xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. Yangi O'zbekiston massivida joylashgan Chust Gulzori mahallasidagi yosh oilalar vakillari uchun korxona faoliyatining yo'lga qo'yilgani chindan ham imkoniyat maydonidir. Men Chust tumanidagi Yangi O'zbekiston massivida 4 yildan beri istiqomat qilaman. Bizning massivimizda yangi fabrikalar ochildi. Bu yosh oilalar uchun juda katta foyda. Men o'zim tikuvchilik bilan shug'ullanardim. Bizga juda ham yaxshi sharoitlar bo'ldi. Prezidentimizga kattadan katta rahmat. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlaganlari uchun. Tadbirkorlar bizga ish o'rinlarini yaratib berishdi. Biz bundan xursand bo'lib ish olib boryapmiz. Do'stlik ordeni sohibasi Sanobar Tojiboyeva tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yganiga hali uncha ko'p bo'lmadi. 2017-yilda tashkil etgan korxonasida 250 ta ishchi o'rni yaratgan va yiliga 2 million AQSh dollarlik mahsulotlarni eksport qilib kelmoqda. Bu yangi korxona uning navbatdagi loyihasi bo'lib, o'z oldiga kelgusida yanada katta maqsadlarni qo'ygan. Men O'zbekistonning baxtli tadbirkor ayoliman. Meni kamtarona mehnatlarimni yuksak baholab, Prezidentimiz Do'stlik ordeni bilan mukofotladilar. Mana shu berilgan ishonch uchun men yana ham kamarbasta bo'lib mehnat qilishni o'z oldimga vazifa qilib oldim. Bizni bu loyihamiz 3 ta asosiy qismdan iborat. Birinchi qism tikuvchilik sexi, ikkinchi qismi to'quvchilik, qurilish boshlanyapti. Uchinchi qismi yana chiqindini qayta ishlab, yana mato ishlab chiqarishga mo'ljallab 3 ta qismdan iborat loyiha qilganmiz. Chust tumanida amalga oshirilayotgan bunday loyihalar hudud rivoji, aholi farovonligi, iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi va yangi ishlab chiqarish quvvatlari chindan ham yurtimiz kelajagiga qo'yilgan mustahkam poydevordir.